Ketdi. Boshladimi? Ha. Eshitdingmi? Ha, shunda. Doimgidek. Ha. Demak, Nodirbek Ismoilov ikkinchi qism 8-variant. Bugun uchun ikkinchi vyipusк bu. Xato kamchiliklar bo'lsa, charchaganmiz, shuning uchun to'g'ri tushunib qo'yasizlar. O'qing. 33-35. Uchta DNK fragmentida jami 820 ta nukleid bor. Ular quyidagicha joylashgan. 820 nukleotid. Hop. DNK 1, DNK 2, DNK 3. Hop. Adenin, timin, guanin, sitazin, timin, adenin, sitazin, guanin. Tashqarida havo menimcha endi sovidi shekilli. Nimaga? Meni boshim yaxshi bo'lib qoldi-da. Xona sovudimi? Oldin ulgutmayotgandim xona sovishda. Boshim yomon og'riyotdi. Sababi birinchi biologiya masala ko'rayotgandik-ku, test boshladik-ku. O'sha paytda. Menimcha Ya masala ishlagandan keyin yaxshi bo'lib ketdimi ekan boshim? Bilmadim. Xo'p, o'qingchi. Birinchi DNK zanjiridagi adenin. Aha. To'xtang, birinchi DNK zanjirini nechinchisi qaysi? Birinchi DNKning birinchi zanjiridagi. To'liq o'qing-da. Ikkinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi sitazin. Uchinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi timin o'zaro 1-3-2 nisbatda. Xo'p, uchinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi adenin, ikkinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi timin, birinchi DNKning birinchi zanjiridagi timin o'zaro 6-2-3 nisbatda. Olti, 2-3 nisbatda. DNK fragmentlarining uzunligi o'zaro 9, 15, 17 nisbatda. Hop. Ha. 9 15, 17. 17. 9 15 17. Qo'shib oling 9 15 17 ni. 41. 41. Bizda jami nukleotid qancha? 810. 820. 820. Bir zanjirga nisbatan olmasak 410. Demak bu mana bu bir zanjiri 170, buniki 150, buniki 90 bir zanjiri. Qaytaraman. Mana shu yerga yaxshilab tushuning. DNKni uzunlik nisbatlari 9, 15, 17 nisbatda dedi. Bu nukleotid nisbatiga ham to'g'ri keladi. 820 ta jami nukleotidni bir zanjirga o'tsak qancha bo'ladi? 410 ta. Hammasini qo'shib o'rganimizda 41 ta bo'ldi. Demak, buni hisoblasak, 3-DNKni bir zanjirida, ikkinchi DNKda 150, birinchi DNKda 90. Savol bormi shu yergacha? O'qing. Ikkinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi guanin, birinchi DNKning birinchi zanjiridagi sitazin, uchinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi guanin o'zaro 5-3-4 nisbatda. Doskada ishlash maza ekan. Kompyuterda onlayn darsda qiynalib ketardim-da, kompyuterga qarab olib, har bittasini yozgan. Bu yerda qarab turasiz ekan yozganingizga, katta-katta bo'lib. Hop. Birinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi sitazin, ikkinchi DNKning birinchi zanjiridagi adenin va uchinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi guanin o'zaro 1-1-1 nisbat. Hammasi 1-1-1 mi? Ha. Demak, qarang, bu yerda ma'lumi. Bu 2B mi? Birinchi DNKning uni sitazinini qo'y. Bu ham 2B. 2B bo'ladi. Uchinchi DNKning ikkinchi zanjiridagi guanin. To'xtang. Shu tanitoda. Hozir 2B ga tenglamaylik. Qarang. Mana bu 2B. Bu 4C. Demakki 2B teng 4C. 4C ga
Bitta b teng 2c ga. Demak, mana bu yerni 4c deb olaman. Bunda mana bu 3b nechaga teng? 3b nechaga teng bo'ladi? 6c. 6c ga. Hey, maytga a qo'yibmiz-ku. A teng 3b ga. Aniqrog'i 6c. 6c ga. A borki joyda 6 ga ko'paytirib olaman. Mana bu yer. 3 kere 6. 18c. Xo'p, mana bu o'z-o'zidan 4c turadi. Mana bu 3 kere 2 kere 6. 12c. B'imiz nechaga teng edi? 2c. 6b'imiz 12c. voy yer emas. Ha, hali bor ekan. Okey. Birinchi denkaning birinchi zanjirdagi guanin buni aslini belgilamadingizda. Bu ham teng edi. 4c dedik-a. Aha. Ikkinchi denkaning birinchi zanjirdagi timin. Aha. Uchinchi denkaning ikkinchi zanjirdagi sitazin. O'zaro 2 3 4 nisbatda. Qarang. 2 3 4. Agar bu 4c bo'lsa, bu 6c, bu 8c bo'ladi deganimi? 2 barobar oshyapti. Demak, mana bu 4c, bu yo'q, 4c emas. 4c 10 nariga, u 6c. 6c. Bu 8c. bo'ldi. Bo'ldi. 12 ga 12 ni qo'shamiz. 24. 24 ga yana 12 ni qo'shamiz. 36. Demak, 36c 170. c teng Hop, c teng 170 bo'lamiz 36 ga. 4,72. İyi. İyi. Ana bo'lmasa. Qayerda adashdim deng. Qayerda adashdinglar? Siz adashdingiz. Ana 9 15 17 ni boshqatdan qo'shinglarchi? 9 15 17 xarobar. Ha, yo'q, undan qilganim yo'q. 2b teng 4c ga. Ash to'g'ri ketdimi o'zi? A teng 3b ga. Qani boshida ashadda 9 15 dan olti keyin B'ga. o'qiylik-da. Hop, ikkinchi denkaning ikkinchi zanjirdagi guanin, mana ikkinchi zanjirdagi ikkinchi guanin. Birinchi denkaning birinchi zanjirdagi sitazin va uchinchi denkaning ikkinchi zanjirdagi guanin o'zaro 5 3 4. To'g'ri-mi? 5 3 4. Hammasi sada belgilab oldingizda, keyin hammasini shunga qarab olib ketdingizda. 4 ga 6 ni qo'ysak 10 28 28 ga 5 boshdan o'qing. Nima qilamiz endi, tekshiramizda. Xo'p. Birinchi denkaning birinchi zanjirdagi adenin. A deb yozdingiz. Aha. Ikkinchi denkaning ikkinchi zanjirdagi sitazin. Ikkinchi denkaning ikkinchi zanjirdagi sitazin. Uchinchi denkaning ikkinchi zanjirdagi timin o'zaro 1 3 2. Ha, demak, birinchi berilganda to'g'ri o'qidim. To'g'ri ishladim. Ikkinchisi. Uchinchi denkaning ikkinchi zanjirdagi adenin. Xo'p. Ikkinchi denkaning ikkinchi zanjirdagi timin. Birinchi denkaning birinchi zanjirdagi timin o'zaro 6 2 3 nisbat. Birinchi denkani birinchi denkaning birinchi zanjirdagi timin. Birinchi denkaning birinchi zanjirdagi timin. Necha nisbatda? 6 2 3. Birinchisi. U 6 emas. Xo'p. Uchinchi denka 6, ikkinchi denka 2, birinchi denka 3. Men beda belgiladim-ku buni, ha? Samas deydi. Hop. 2 ni to'g'riladik. 3 o'qing. Xo'p. Uzunliklarini? Uchinchisi uzunligi edi. Ha, bo'ldi, o'qimay qo'yavering. 4 ga o'ting. Ikkinchi denkaning ikkinchi zanjirdagi guanin. Ha. Birinchi denkaning birinchi zanjirdagi sitazin.
Hop. 3-chi denkani ikkinchi zanjirdagi guanin o'zaro 5 3 4 nisbatda. 5 3 4. Buni ham to'g'ri oldim. 5-inchisi. Birinchi denkani ikkinchi zanjirdagi sitazin, Hop. ikkinchi denkaning birinchi zanjirdagi adenin, Ikkinchi denkani birinchi zanjiridagi adenin. Hop. uchinchi denkaning ikkinchi zanjirdagi uchinchi denkaning ikkinchi zanjiridagi guanin o'zaro 1 ga 1 nisbatda. Uchinchi denkani ikkinchi zanjiridagi guanin o'zaro 1 ga 1 nisbatda. 1 ga 1 nisbatda. Hammasi demak nima? 1 Teng. Mana bu 4s bo'lsa, bu ham 4 4s bo'ladi. Nima? S qilib olyapti xolos. 4s. 2b edi, lekin 2b teng 4s bo'ldi. Mana bu ifodamiz to'g'ri demak. Mana buni o'chirib turaman. Endi Buni ham o'chirib turinglar oxirgisini. qaysini? Mana unimi? Yo'q, bu tomondaysiz. Ha, bo'ldi, qo'yavering. Oxirgisini o'qiyapman Xo'p, xullas. to'xtang endi. To'xtang endi. Xo'p. Timinda 2a qildik. Mana buni 12si qilganimiz xatoda. 2a. Xo'p, o'qinchi. Birinchi denkaning birinchi zanjirdagi guanin, Birinchi denkani birinchi zanjirdagi guanin 4si. Xo'p. ikkinchi denkaning birinchi zanjirdagi timin, Ikkinchi denkani birinchi zanjirdagi timin. uchinchi denkaning ikkinchi zanjirdagi sitazin, Uchinchi denkani ikkinchi zanjirdagi sitazin hop. o'zaro 2 3 4 nisbatda. Mana bu yerda 2 3 4 nisbatda. Mana uni 4si olib oldikda. Hop, bo'pti. Buni ham to'g'ri deb turaylikchi. Bo'ldi. Bo'ldi. Ha? Uni 2 bani 4 qilib yubordik, keyin shundan 4salarni qo'yib yubordingiz-da hozir. Mana guanin 4 bo'ldi-yu. O'zim o guanin oldin beradi-yu 4 ga nisbatda deganda. Uchinchi denkani Qilamiz. ikkinchi zanjirdagi guanin deb aytiladi. 15. 15si qo'shilgan 3a teng 150. Hop, mana bu. 20, hop, 20 22. Qilyapsiz endi bir narsa. 20 24. 24si qo'shilgan 2a teng 170. Pastni 1,5 ko'paytirib yuborsam, a'lar qisqarib ketadi. 24 1,5 ko'paytirsam 36, 36 dan 15 ni ayirasam 21. 170 ni 1,5 ko'paytirsak 255. 255 ni ayrimiz 150 edi. 105. 105 ni bo'lamiz 21 ga. 5. Ana, bor ekan-ku. Hop, 5 kere 5. 25. 6 kere 5. 30. 4 kere 5. 20. 50. 75. Demek mana bu 3a teng 75. a'ni o'zi 25. hayriyati 25. Mana bu 3b teng 6s bo'lsa 6 kere 5. 30. 4 kere 5. 3 kere 5. Sanashga qo'shib beramiz. 50. 40. 90. Ha, bor ekan-ku. A teng necha edi? 25. Ikkitasi. Hop. 12 dan 5tasi. 8tasi. 60, 120, 170. So'rasin olaganini. Faqat video ham 15 minut turgandir, ha? Hali abasadalarni topganimiz bo'ladi. Kichraytiring. Segment hozir 33 35. Qani. Hop. Ha, bu kichiramayapti. Ikkita qoldi boshqatda. Kichiray. Yo, oxirida ekan o'zi. Yo'q, bu. 50 da ekan, boshqa kichraymas ekan.
Men nima dedim sizga? Anani olib turib shunda kichraytirib qo'ysangiz nima bo'ladi? Belgilab olib turib. O'tish qilaylik. Qiynayapti. Bu narsalar qanday kelgan bilasizlar-ku? Yo'q, bilmaymiz. 33. Birinchi denkadagi vodorod bog'lar sonini aniqlang. 90. 180. 15 20. Necha? 215. Bormi javob? B. 34. Ikkinchi denkadagi barcha adenin guanin sitazinlar yig'indisini aniqlang. Xo'p, qarang. A plus G plus C da kim yo'q? Timin yo'q. Jami 150 dan 300. 300 ayriman timin. 20 dan 30 50 50. 150. Ha, 250. 250 F. Oxirgisi. Uchala denkadagi jami adeninlar yig'indisi. Hop, 25, 30, 55, 55 50, 60, 110, 55, 50, 110. Ten 225. Necha qilaman? Yo'q, 215. 215. B. Bo'ldi. Savollar siz adashganingiz. Yozib qo'yamiz katta qilib. Adashdi. Ani saqvordi o'zidan o'zi deymiz. Hamma bolalarda. Bolalarda ayb Men yo'q. to'g'riga ta'tiradim dedi. Hamma bolalarda ayb yo'q diyor bizda. Hamma bolalarda. To'g'ri, qizlarda ayb yo'q. Qizlarda o'zi yo'q dedi. Hop, 36. Nima? 36. Nimaga? 36. Unda qiziq bo'lib ketadi. Okay. 3 ta denka molekular tarkibidagi jami nukleidlar soni 4400 ta bo'lib, Yana denkami? ular tarkibidagi adeninlar soni o'zaro 1, 2, 1, 25 kabi nisbatda. 3 ta denka tarkibidagi 4400 ta jami nukleid. 4400 nukleotid. Xo'p, adeninlari. 1, 2, 1, 25. Xo'p. Uchala denka tarkibidagi guanin va sitazin o'rtasidagi jam vodorod bog'lar soni 4050 dan tashkil etsa, Xo'p, 4050 ni 3 ga bo'lib olsak, buni ishlaganmiki haliganda. 4000 4050 deb bo'lamiz 3. 1350 ta 1350 ta guanin bor. guanin bor. Endi qarang, mana bu 4400 jami. Bir zanjir 2200. Adenin sonini topish uchun 2200 dan 1350 ni ayirayman. 1350 2200. 850. 850. Xo'p, mana bu sonlar qo'shib yuboringlar. Qaysilar? 1 2 1,5 da. Xo'p, 425. Jami 425. bizda 425. 850 ta bo'lsa 200 ta 400 ta nimani so'rayapti? Denkadagi jam vodorod bog'lar sonini aniqlang. Voy yaramas. Besh ming 750. nima hech kim topmadim. Chiroyli vet xolasdi. Achki. Qachon kelganini bilasizmi? Xo'p. Maktab paytida. Nechinchi yil sizlar? 2011. Hop, bu achkiydi 2015 olganman. Sizdan to'rtga kishiga 2015. 2014 7 bo'lgan bo'lsam 8 sinfligimda olganman.
Hop, nechaga keldik? 37. Aha. Shirin miya o'simligining gametogenoz. Boshqatdan. Eshitdinglar? Gametogenoz. Yo'q. Gametogenoz. Shu rasmga qo'yinglar, men telefonimga tazalabdi-da. Gametogenes. No, not gametogenes. Gametogenes. Harflab o'qiyman endi. Shirin miya o'simligining gametogenez jarayonida mikroskopit hujayralarning indamasdan shunasi xo'p deb ketaversiz bo'lmaydi. Nimaga kesaman? Zatay qo'ygizaman. Mikrosporatsit emas. No, not mikrosporatsit. Mikrospora babu to'g'ri aytib nima dedingiz? Muallimlik huquqi. Mendan boshqasi aytolmaydi. Mikrosporatsit. To'g'ri aytdim. Ha, bundan oldin nima deganingiz videoda eshitib olamiz bo'pti. O'sha so'zni iltimos kommentga yozib ketinglar. Qiziq, eshita olmadim. Aytolmadim. Shirin miya o'simligining gametogenoz. Ay janam, yana o'shyapman. Harflar manash ketyapman. Bo'pti, xullas mikrosporatsit hujayralarining 75% dan mikrosporalar hosil bo'ldi. Kim hosil bo'ldi? Mikrosporalar. Qoyat. Ha? Ushbu mikrosporalarning 40% dan chang donachalari. Generativ hujayralarning 75% dan spermiylar. Necha foizdan? 75% dan spermiylar. Hop. Qo'sh urug'lanish jarayonida hosil bo'lgan spermiylarning 80% qatnashdi. Aha. Jarayon so'ngida esa 4320 ta urug' hosil bo'ldi. Hop. Agar mikrosporalarni hosil qilishda qatnashmagan mikrosporatsit hujayralari tarkibida jami 51 ta xromosoma mavjud bo'lsa, tuxum hujayralarini urug'lantirishda qatnashmagan spermiylardagi jami xromosomalar sonini aniqlang. Nima qilaylik? Tezkor usulda ishlaylikmi, maydalab ishlaylikmi? Tezkor usulda. Nimaga? Yozmishda tushib qolsa nima qilasizlar? Uqalavering sekin. Boshladik. 51 ta xromosoma. Urug' spermiya bittasidan 2 ta. 4320 tasi 8640 tasidan. Xo'p, bu 8640imiz necha foiz? 80%. 80%. Qolgan 20%imiz qancha bo'ladi? 2160. 2160. Birato'la 100% ham hisoblab qo'yaylik. Qo'shib yuborsa bo'lmaydimi shekasini? Bo'laveradi. 10.000 10800. Qo'shib yubordikda, ikkisi qo'shib yuborsak ham chiqaradi. 10.800 bu Jami. Urug'. jami. Urug' emas, spermiya. Hop. Spermiyadan keling birato'la changga o'tamiz. Ikkitasidan bitta. 10.800 tasi 5.400 tasidan. Bu 5.400 tamiz bizda 75%. 100%imiz 6.200, 6.400, 36, 7.200 ekan. 7200 ta. Kim? Jami Chang. chang. Xo'p, endi Changdan mikrospora. chang bilan mikrospora ikkovini soni birga bir. Demak 7200 ta. 7200 tadan 7200 ta bo'lishi kerak, lekin bu 7200 tamiz necha foiz? 40%.
100%imiz 7200 da bo'lamiz 0,4 ga. necha? 18000 bo'ldimi? Menda shunaqa chiqdi. 0,4 ga bo'lamizmi? 18000. 18000. Endi hop, mikrosporadan mikrosporat setga o'tsam. To'rttasi bittadan. Bizda 18000 ta. 4500'imiz 75%. 100%'imiz 600, 6000. 6000 ta. Endi boshqa o'qiyda foizlar berilgandan keyin joyini. Tuxum jarayonini urug'lantirishda qatnashmagan spermiylardagi jami xromosomalar gap. soni. Agar mikrosporalarni hosil qilishda qatnashmagan mikrosporatsit hujayralari Mikrosporalarni hosil qilishda qatnashmagan. magan mikrosporatsit Qarang, jami nechta? Qanchasi qatnashdi? Demak, 1,5 mintasida. Hop. 1,5 mintasida. ha o'qiymi? Ha. 51 mingta xromosoma mavjud bo'lsa, 51 mingta. Bittasida 20 yo'q. 34. Bu 2 n. N necha bo'ladi? 17. Bizda jami spermiya qancha edi? Jami 10800 ta. 10800 tadan nechtasi tuxum hujayralarni urug'lantirishda qatnashadi? Demak, 10800 ayrilgan 4320. Va buni n ga ko'paytiramiz. 110 ming 160. Ko'ringlarchi, ular to'g'ri ishlashganmi? To'g'ri ishlashgan ekan-a? Yozmish tusda xuddi shu tartibda yozishimiz kerak edi. Azami. Shu paytda sertifikatim borligiga biram xursand bo'laman. Bu osonroq yo'li bormi? Misol uchun foizlarni anaqalarni qo'lda ruchni hisoblagani kalkulyator bermas ekanmi? Yo kalkulyator berami? Nimani sonini hisoblashgani? Umuman misol uchun Ha, mikro yo'q, uniki yo'q. mikrosporatsit. Qaysi jarayon edi bu? Jarayonni nomi nima edi? Yo'q, qaramay ayting-da. To'ffali. U yo'q, hozir endi qaramasdan inson to'g'ri aytib qo'yishi mumkin-ku. Qarasam xayol boshqa yoqqa mumkin. Alfavitlar o'rnalish qiladi. Bo'ldimi, savollar yo'qmi? Oson, ha? Bitta qiyin masalamiz qoldi. 38. Ha. Ozuqa zanjiri o'simlik chigirtka kalta kesak va lochin. O'simlik Tashqarida quyosh yomon qilyapti. kalta kesak va lochin. Aslida shlyapa kiyib yurish kerak. Eng kamida do'ppi kiyib yurish kerak. Lekin bizda hech kim qoidaga amal qilmaydi. Bitta o'quvchimizda kepka bor xolos. Men ham hech nima kiymayman. Shuning uchun yozuvlarim xunuk. O'simlik, chigirtka va nima edi? Kalta kesak va lochin. Produsentning tarkibida oqsil va yog' miqdori o'zaro teng bo'lib, uglevet miqdori oqsil va yog' miqdori yig'indisidan 3125 barobar ko'p. O'qiring. Oqsil x. Yog' O'zaro teng bo'lib, hop, uglevod miqdori oqsil va yog' miqdori yig'indisidan 3125 barobar ko'p. 3125 ni 2 ga ko'paytirsak. 6250 ta. Hop.
Agar lochinning ozuqasidan ajralgan jami energiya 1332 kilojoulga tengligi ma'lum bo'lsa, Xo'p, qarang. Lochinni ozuqasidan ajralgan energiya lochinga nisbatan hisoblayveramiz. 332. Xo'p. Kaltakesakning ozuqasi tarkibida lipiddan ajralgan energiyani kilokaloriyada toping. Xo'p, keling mana bu nisbatni ayni mana bunga qo'yib ishlaylik. Chiqadi sababi. Bunda x 6250 x qilsak. Sababi nisbat bir xil bo'lib boraveradi-da. Bu ikkovini qo'shib yuboramiz. 6251 ni ko'paytiramiz. Yo uglevod oqsildan qancha energiya chiqaradi 1 grammidan? Energiya Ha, kilojoulda qancha chiqaradi? 17 midi, 14 midi? Necha? 14 mi, 17 mi? Ikkovi ham emas. 17 yu 6. 6251 ni 17 yu 6 ga ko'paytiring. Harflab o'qing. 110.017,6. Ham bo'lar ekanmi? Yo'qdiki 38 9dan qo'shib yuborsak. Qaysini? 110.017,6 x ga 38 9 qo'shing. 110.056,5. Kimdan ajralgan energiyasini so'rayapti? Kaltakesakning ozuqasi tarkibidagi lipiddan ajralgan energiya kilokaloriyada aniqlang. Bo'pti. Shuni hisoblab oringlar-chi. Hop, 38 9 Necha? 1332 bo'lingan 110.000. Bunda 744 chiqdimi? Demak, mana bu 744 bo'ladi, bu 74 bo'ladi. Javobini ko'ringlar-chi. Bunga ishon. Qanday 744 chiqdi? 744. Qo'shimcha javobini ko'ringlar dedimda. 0.40 chiqyapti. Nima? Qarang, 38.9 da ko'paytiramiz 1332 gami? Bo'lamiz 110.056,5 gami? 0.51 chiqyapti. Mana bu 3125 emas, 3.125 emasmidi? 3.125 edi. Bizga bunaqa butun qilib endi, men butun qilib aytganman. Biri qolib ketdi, shunda ham qarang. Nimaga? 3.125 edi-da. Bo'ldi. 7.25 x ko'paygan 7.25 17.6. 126. Necha? 127.6x. 38.9x ni qo'shing. 166.5. Kimdan ajraganini so'radi dedik? Lipiddan. 38.9. 79.8. 798. 311.2. Necha? 311.2. Bunda demak 31.2 bo'ladi. 12 bo'ladi javob. Javobini qanaqa ekan dedinglar? 700. Qanaqasiga? Kaloriya. Kilokaloriyadami? Ha, kilokaloriyada dedim-a. Necha edi? Qo'shib yuborsak, Qaysini? 126. 166.5. X hisoblang.
8. Demak, bu 8 gram yog'. Bunda 80 gram yog' bo'lgan. 80 ko'paygan. Kilokaloriyada necha yog'daki? 9,2 mi? 9,1 mi? O'shunda ham ikkovida ham to'g'ri aytdingiz. Ashnaqa 9 bor edi zatu. 740. To'g'ri ishlashgan ekan. Kesamiz meni videodan shuncha joyda. Nimaga? Noto'g'ri qo'ydingizmi? Bundan oldingi masalada siz o'qiganingizda juda kulib qo'ydikda, o'shanga bo'ldida hammasi. Ko'rdinglarmi? Ko'rdingizmi? Odamlar ustidan Ashnaqa. kulmaylar odamlar ustidan darruvda qaytadi. Videoning orqasida bilmadim. 39. Beda o'simligi barg bandining uzunligi kattaligi ustidan Hop. to'pgulining sharsimon shaklda bo'lishi uzunchoq shakli ustidan dominantlik qilib, Demak, katta A beda bargini uzunligi uzun. barg bandining uzunligi Hop, kaltaligi ustidanmi? yo to'pgulning sharsimon shaklda bo'lishi Sharsimon. Qanaqa shakl ustidan? uzunchoq shakli ustidan dominantlik qilib, Aha. bitta xromosomada to'liqsiz birikkan holda Hop. irsiylanadi. Tajribada digeterozigota barg bandi uzun, Aha. to'pguli sharsimon, dominant genlari bitta xromosomada joylashgan. Hop. O'simlik bilan digeterizogota. Zigota, digeterozigota, geterozigota. Digeterozigota. Barg bandi. olgan bo'lsangiz davom etamiz. Barg bandi uzun, to'pguli sharsimon, dominant genlar bir xil xromosomada joylashgan. Har Har xil xromosomada Hop. joylashgan. O'simlik o'zaro chaqishtirilib, F1 da 15 mingta o'simlik olinib, Aha. ulardan 13824 tasi no crossover o'simlikni tashkil etadi. Demak, qarang. 13824 824 tasi no crossover. non crossover. 13824 ni 15 mingga bo'ling. Nol butun 9216. 0.9216 bu non cross. Crosslar qancha bo'ladi endi? 0.9216 0.0 yokida 7.84 foiz. Hop, nimani so'rayapti? F1 da olingan o'simliklardan nechtasining barg bandi uzun, to'pguli sharsimon shaklda bo'ladi? Elektron doskani proband masalasini ishlaganda maza qildim xolos. Beshta demak, birinchi holat. Birinchi tomonda. Katta B bilan. Kichik A, kichik B bilan. Katta A, kichik B bilan. Kichik A, katta B bilan. Nechida novi? 0.9216 mi? Yarimi? Narigini yarimi? Qaysini? 392 bo'ladi-da. Onun yarimida
0,0784 yarim. 0,0392. Endi bu tomonda. Qanaqasini so'rayapti? Barik bandi uzun to'p guli sharsimon shaklda bo'ladi. Yana qayerda bor? Katta A, kichik B bilan, katta A, katta B bilan kelgan. Mana bu yer Ash. bo'pti. Endi Xo'p, mana bu to'rovi 0,468. Shunaqami? 0,46 0,8. Endi ikki butun 304 ekan. 5-ni qo'shganda. qanday qo'shdingiz? Bu Ey. ko'paytirmasi bo'ladi mana bu yerda. Bu ikkovini ko'paytirasiz, keyin chiqadi. Ha? Ko'paytiradimi? Aytib beraymi? Endi 0,46 0,8 ko'paytiramiz. Mana bu 0,0392 qo'shilgan. Bo'ydi. Mana bu ikkovi 3 ta. Shunaqa qiyin variant ham bo'lib qoladi-da. Hisoblaylarchi. 0,0539 136. 0,0 5 391 36. Xo'p, endi mana bu ikkovi 2 ko'paygan 0,0 392 ko'paygan 0,0 392. Ish qilib chiqsin shuncha ishlaganimizga yarasha. 0,0030 73 28. Hammasini qo'shing mana bu uchovini. Hop, qo'shamiz 0,591 36 qo'shilgan 0,4608. 1,003 009 28. Xato hisoblash, boshqatdan qo'shing. Mana 0,05 bo'lsa kerak. Ha, mana bu. Mana shuni boshqatdan hisoblab oling-da. Qaysini? Ha, o'sha 0,05 bo'ladi. Xo'p, mana bu 0,0392 qilib hisoblayapsizlarmi shunday? Ha, 0,05 41 9008. Jamimi? Ha, Necha? 0,05 Nimaga 0,05? Mana uni o'zi 0,4668 ku boshda. 0,05 deyapman-ku, mana 0,05 419 008. Qaysi? Mana uni hisoblaganingizmi? Ha. Yog'ini o'chirib yuboring, noto'g'ri ketib Xo'p, qoldi. xullas. Qo'shing uchovini. Odatda o'quvchilarga u yoqni hisoblab qo'yasizlar, javob chiqadi deb turib kengashga o'tib ketardim-da. 0,51.
Yani 97 86 88. 15 ming edeceğim. Ko'paytirinchi. 7770. 7770. Qaysi biri bor javobda? 7644 cevap. U ham adashibdi. No crossoverlar nechta dedik? Masalani boshqatdan. 13824 ta. Xo'p. 13800 24 ta. zo'r ekan mana bu. Jadval o'chmas ekan. Jadval o'chmas ekan, zo'r ekan. 13800 24 ta. 4 ga bo'ling. 13824 bo'lamiz 4 ga. 3456 ta. Demak, mana bular nechtadan? Üç bin dört yüze 56'da. 3456'ını 15 binge bölün. 0,2304. Onu yani. Demek 3456'ını 15 binge bölsek 0,23 0. endi bundan kvadrat ildiz olinglar. Bilmadim. Keyingiz ko'tamiz. 40. Anomi. Kellaydi, endi to'xtataylik. Ras 39 xatomi? Bilmadim, menda chiqmadi. Chiqqani bormi? Sizda chiqqan bo'lsa, ulashing, ko'raylik, o'rganaylik. Ma'lum bir tirik organizmdan ajratib olingan chiziqli tuzilishga ega DNK molekulyasi maxsus A, B va C fermentlar yordamida alohida va turli kombinatsiya aralashtirib parchalanadi. Jadvalda A'da nechiga nechi? 10 kb va 40 kb. Demak, uzun bo'ladigan bo'lsa 10 ga Kilobaza. 40. B ferment 3 kilobazaga 47 kilobaza. 3 ga 47. 47. Endi A bilan B'nikini o'qing. A bilan B'niki 3 kilobaza, 7 kilobaza, 40 kilobaza. 3 7 40. Qarang. 3 kimga kesgan joyi u? B. Demak, mana bu joyda B kesyapmiz. 7 kimnikiligini bilmaymiz, lekin 3 ga 7 ni qo'shing. 10. Kimniki u? A'niki. Senikini o'qing. 15 kilobaza, 35 kilobaza. A'si bormi? A'si 10 kilobaza, 15 kilobaza, 25 kilobaza. A'si 10 kilobaza, 15 kilobaza, hop, 25 kilobaza. hop qarang. A'sini kesgan joyda 10 aniq kimniki? A'niki. A kesadi mana shu yerda. Bo'ldi. Boshqa joy yo'q. Endi 15 ni ana bu yerga 15 25 olamanmi yoki 25 ga 15 olamanmi? Qanday bilaman? Buni bilish uchun S ga qarayman. S nechi kesadi? 15 25 dan qaysi biri saniki bo'ladi? 15. Tushundingmi? Ya'ni 15lik bo'lishi kerak qaysi tomonda desa, mana bu tomonda. Samatdan kesdi, shunda mana bu o'rta 25 qoldi. 25 qoldi. Endi 3 va 12 ni yozaman qarang. B plus S'niki ham bor edi. Shart emas. Birinchi bo'lib kim kesadi? B kesadi. Qanchada? 3 ta. Undan 7 o'tkazib A kesadi. 10 bo'ldi. O'rtada 25 bo'sh. Mana bu yerda sanik. Nimani so'rayapti?
Jadvaldagi ma'lumotlarga asoslanib, A, B, C fermentlar bir vaqtning o'zida aralashtirib, ushbu DNK molekulyasiga ta'sir ettirilganda hosil bo'lgan fermentlar ichida eng kattasining o'lchamini kilobazani aniqlang. To'g'ri. Eng qo'rqqanimiz eng osoni bo'ldi-ku buning ichida. Kitobni qog'ozga qarab baho bermadingiz.